Mana xudo xohlasa navbatdagi darvozamiz dubayskiy variant. 1.5 bo'lgan ekan oltiga turi. Esa ham yo'q emas, necha bo'lgani. Xudo xohlasa mana. Samarqand savxoz. Aka jinsiz. Aha. Samarqand savxoziga ketdi, xudo xohlasa. Ukamlar ishimizni ko'rib, sifatlarini ko'rib, materiallar baquvvatligini ko'rib olganlar. Ikkita 10 tagi shiveldir bo'lgan. Tevalari 1.8 listi lazer bo'lgan. Darvozamiz polniy beziloq. Xudo xohlasa. Kimga shunaqa sifatli darvoza kerak bo'lsa, Abdulhay darvozalarga murojaat qilasizlar. Tayyor nalichida ham darvozalarimiz bor, inshaalloh. Kimga qanaqa darvoza kerak bo'lsa, aloqaga chiqsanglar, misol buni razmeri 3.40 ini, bo'yiga 3 metr. Mana bu. Ini 3.5, bo'yiga 3 metr. Eshiklar mana biri 8 ga 2.20. Mana bu 4 metrga 4 metr. 2.70 ga 2.90, orqasida 2.80 ga 3. Uni orqasida 3 ga 3.20, ini 3 bo'yi 3.20. Uni orqasida ini 3.20, bo'yiga 3.5. Mana bu 3.5 3.30. Mana bular 3 ga 280. Orqasidagi 3 ga 3.5. Uni orqasidagi 3.40 ga 3.5. Mana bu 3 ga 3.5, orqasidagi 4 ga 3.5. Xudo xohlasa telefon qilasizlar. Ishlaringlarni bir kunda bajaramiz. Sog' bo'linglar, charchamayman.